Daraxtga tosh otgan bola. Bir kuni bir kishi xurmo daraxtlarga tosh otgan bir bolani tutib oldi va uningga bakla achchiqlab ketdi. Achchiqlanib bo'ldi qilsa mayli-ku, ammo u kishi bolaning qo'lidan tutgan peti payg'ambarimizning yoniga bordi. "Nemish bo'ldi?" deb so'radi payg'ambarimiz. "Bu bola, bu bolani ajabmi achchiqimni keltirdi", dedi u kishi. "Mening xurmo daraxtlarimga tosh etib zida qilyapti. Nimishqa bunday qilding?" deb so'radi payg'ambarimiz. Payg'ambarimizning hech ochiq kelgandek qilmaydi. Sal turib ochiqlab qolarmi yo? Lekin u nimishqa bunday kulimsirab turdi? "Qo'sqim bag'li ichib ketgan edi", dedi bola. "Xurmo daraxtiga tosh etib, xurmo irg'itib yey degandim." "O'g'lim", dedi payg'ambarimiz. "Amdi daraxtlarga tosh atma bo'lamdi. Yerga tushib ketgan xurmolardan elib yegin." "Hargiz, buningdan keyin daraxtlarga hargiz tosh atmayman", dedi bola. Payg'ambarimiz uningga duo qildi. Allohdan bolaning axloqli, aqlli, yaxshi bir musulmon bo'lib cho'ng bo'lishini tiladi. Payg'ambarimiz uningga ochiqlab ketarmi deb bakla ansirgan edi. Ammo payg'ambarimiz bolalarga faqatla ochiqlamaydi. Har doim ular bilan mo'ndishatdi, bolalarni bakmo yaxshi ko'radi.